Assalomu alaykum hammaga. Bugun 2026-yil 4-iyul. Xudo xolasa mana shu payvandlar natijasini ko'pchilik so'ragani uchun buni video qilibman. 2026-yil 2-iyun sanasida payvand qilingandi bular. 1 yillik qalamchadan chiqqan ko'knovidaga ko'k qilib payvand qilingan. Mana shuncha o'sdi. Mana shular 1 yillik qalamchani ko'kiga ko'k qilib payvand qilingan arra 34 uzum navlari. Mana shu holatda bir qarishdan ortiqroq darajada o'sdi. O'sishlari ham emas, juda ajoyib. Xudo xolasa men o'ylaymanki, shu kuzning oxirigacha 1 metrdan o'tib qolsa kerak. Mana shu yerdan payvand bo'lgan. Hozir mana bu yerda har xil turdagi navlar bor. Bu arra 34. Mana bu ham arra 34. Bular Xudo xolasa 9-iyunda qilingan ekan. Mana 9-iyunda qilinganlari. Mana bu 15-iyunda qilingan ekan. Bu arra 36. Mana shu holatda barglari qizg'ishcharoq bo'lar ekan arra 36 ni. Mana bu yerda ham payvandlarimiz bor, xudo xolasa. Mana bu ham bir qarich atrofida o'sib qolgan. Buni ham barglari qizg'ishcha. Bu ham arra 36. Mana xudo xolasa bu 15-iyun sanasida qilingan ekan. Mana bu ham arra 36. Bu ham 15-iyun. Demak, 15-iyunda ham Kober 5BB payvand tagiga agar sharoiti yaxshi bo'lsa payvand qilsa bo'lar ekan. Mana shu holatda ko'klagan. Bu endi menda ham shu yilgi tajriba mana shunday natija berdi, xudo xolasa. Mana shu holatda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa yana biror bir savollaringiz, qiziqqan savollaringiz bo'lsa kommentariyaga yozib qo'ysalaringiz albatta javob beraman.